bugungi kunda Alloh panoh bersin, yoshlarni tarbiyasiga tahdid solib turgan, jamiyatni ichida kirib qolgan eng katta illatlardan biri giyohvandlik. Endi giyohvandlikni bugun bir necha yuzlab, minglab hatto turi chiqdi. Nomlari o'zgardi. Uni dorisi, uni ichimligi, uni shirinligi, uni boshqasi bugun ijtimoiy tarmoqda siz biz guvoh bo'lib turibmiz, eshitib turibmiz, guvoh bo'lib turibmiz. Alloh panoh bersin, minglab, yuzlab turi chiqib ketdi. Ana shu giyohvandlik yoshlarning ichiga kirib borishligi eng achinarli holatlardan biri. Hattoki maktab yoshidagi bolalarni bugun shu narsalarga o'rgatishyapti. Aldab, suldab. Hali balog'atga yetgan, talaba bo'lgan, oliy dargohlarda o'qiyotganini qo'ying bu yoqda. Hattoki yosh maktabda o'qiydigan boladan foydalanishyapti. Alloh panoh bersin. O'sha narsada nimadan bu holat kelib chiqyapti deyilsa, kattalarning nazoratisiz, ota-onaning nazoratisiz, papkasini bir kelgandan keyin maktabda bir ochib, "Qani bolam, bugun nechta dars o'qiding? Nechta kitob o'qiding? Papkangda nimalari bor? Sumkangda nimalari bor?" deb bir e'tibor qaratmaganidan bola asta-sekinlik bilan giyohvand moddalarni tashuvchi bo'lib xizmat qilayotganlar bugun ancha munchasi jazoga tortilyapti. Yosh bola. Bolani aldash oson. Alloh panoh bersin. Mana bu illatlardan ogoh bo'lmoqligimiz kerak. Bugun yoshlar oliy dargoh o'quvlarida o'qiyotgan yoshlar bugun bu illatga ruju qo'yayotganini bugun siz biz guvoh bo'lib turibmiz. Payg'ambarimiz Rasuli akram sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadis keltiriladi. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Naha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam an kulli muskirin va muftirin." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har qanday mast qiluvchi, badanni bo'shashtiruvchi va susaytiruvchi narsalarni iste'mol qilishdan qaytarildilar. Boshqa hadisda kullu muskirin xamrun va kullu muskirin haromun. Har bir mast qiluvchi narsa Qur'onda zikr kelgan xamirdir va har qanday mast qiluvchi haromdir. Qarang. Alloh panoh bersin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har bir mast qiluvchi narsa va badanni bo'shashtiruvchi narsa. Badanni bo'shashtiruvchi narsa degani bu tabletkalar. Bugungi kunda chiqqan odamni aql hushini ketkazadigan bugun yuzlab aytganimizday nomlari chiqib ketdi. Tabletkalarni iste'mol qilishlik. Bu illat, bu hammasi harom ekanligini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaytarganliklarini avvalo biz kattalar his qila bilmoqligimiz, keyin farzandimizga buni har kun kerak bo'lsa har soat ta'kidlab o'tirmoqligimiz kerak. Chunki ko'chada, jamiyatning ichida bu narsalar ko'paydi. Bu narsalar ko'payib ketdi. Biz bilmay qolishligimiz mumkin. Alloh panoh bersin, farzandimiz shu narsani iste'mol qilib yurganini bizlar kech anglamoqligimiz mumkin, kech bilmoqligimiz mumkin. O'sha uchun buni avval oldini olishligimiz kerak. Buni harom ekanligini dinimiz, Alloh va Rasuli qaytarganini buni farzandimiz balog'at yoshiga yetyaptimi? Buni doimo ta'kidlab turmoqligimiz kerak.